Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Xo'sh, YouTube kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun Romitan Qo'rg'on bozoridan obzorimiz bo'ladi. Ot, tuya narxlarini obzor qilamiz. Hafta kuniga payshanba 23-oktyabr. Kimdan ekan bular? Kimdan ekan bular? Kimdan ekan bular, bilmaysizlarmi? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Xitoyni qancha deyapsiz aka? 14 deyapmiz. 14 million so'm. 11,2 savdo bo'lib. 11,5-2 savdo bo'layotgan ekan. Nemis to'y. Telefon nomeri qoldiramizmi? Yemga yotgan mol. Yozing. Ayting. 99lik 265 265 78 78 87. 87. Kimga qiziq bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Yemlangan to'yimiz mana. Yem berilibdi dedilar. Xo'sh, bular kimdan ekan bilmaysizmi? Qancha deyapsiz aka? Assalomu alaykum. 16. 16 million so'm. Necha yoshar bu? 200 yoshar. 2 yoshar. Bozor savdo qildimi? Yo'q, aka marhum. Savdo qilmabdimi yo'g'li? Qildimi? Qancha qildi? Ayting qani. Har kim marhum qilyapti. Har kim har xil qilibdi dedilar mana. Moda. Telefon nomeri qoldiramizmi? Ayting. 99 99lik 195 195 21 21 57. 57. Kimga qiziq bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar akalar mana. To'ylar narxini so'raymiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Sog'lar, yaxshimi? Qancha deyapsiz aka? 9,5. 9,5 dan. 9,5 million so'mdan mana ikkita to'yimiz bor. Qarang. Bozor savdo qildimi aka? Qanchadan qildilar? 8,700 8,5 savdo bo'ladi. 8,5 million, 8 million 700 savdo bo'layotgan ekan. Telefon nomeri qoldiramizmi? Telefon nomer 99lik 273 273 8900. Kimga qiziq bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana ikkita to'yimiz. Qancha deyapsizlar aka? Assalomu alaykum. Qancha deyapsizlar? Shuni. 14 million so'm. Necha yoshar? Necha yosh? 2 yosh. 14 million so'm deyaptilar, erkak. Bozor savdo qildimi? Qancha qildi? 12,5 million bozor savdo qilibdi. Telefon nomeri qoldiramizmi aka? Telefon nomeri qoldiramizmi? Ayting. 99lik 405 409. Kimga qiziq bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Badamlari ham zo'r mana. Erkak. Savdo o'z bersin aka. Rahmat. Ya. Bu to'y kimdan aka? To'y kimdan? Sotil qanchaga? 10 million 600 ga mana shu to'yimiz sotilibdi mana. To'yimiz sotilibdi. 10 million 600 ga. Biz mana shularni narxini so'raymiz o'zi. Amaki qanchadan deyapsizlarni? Assalomu alaykum. Ular 35 deyapman. Ikkalasi 35 million so'm mana qora bilan karishnemey. Bozor savdo qildimi? Bozor savdo qildimi amaki? Bozor. Ha. Qanchadan qildilar? 14 million so'mdan bozor savdo qilibdi mana. Ikkita. Telefon nomeri qoldiramizmi? Ayting. 91lik 979 69 99. Kimga qiziq bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Xo'sh, mana ikkita. Bo'ylari baran, bir 40 bor bo'ylari. Necha yoshar bular aka? 2 yoshar bular. 2 yoshar ekan mana. Bo'ylari bir 40 bor, bir 35, bir 40 bor. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Qanchadan deyapsizlar aka? 20 million so'm bunisi 20 milliondanmi? 20 million so'm bunisi 17 million so'm. Bozor savdo qildimi aka? 17 million buni qildi, 14 million. 17 ga 14 million savdo bo'libdi mana. Ya, olmayman. Aka oling shuna savdogar shu kishi. Telefon nomeri qoldiramizmi aka? Ayting. 90lik 90lik 511 511
16, 66 65. 65. Kimga qiziq bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Necha yoshdan bular aka? Aka bunisi 4 yosh, bunisi 1,5 yosh. Bunisi kattasi 4 yosh ekan, bunisi 1,5 yosh ekan. Rahmat aka, savdoingiz bersin. Tuyalarni so'raymiz, tuyalarni topmadik egasini. 17 million so'mdan aytibdilar mana tuyalarni. Bozor savdo qildimi aka? Qanchadan qildi? 13 milliondan savdo bo'libdi, bermabdilar mana. Necha yosh aka? 2 yoshar. 2 yosh tuyalar. Telefon nomer qoldiramizmi? Ayting. 94lik 408 2288 2 yoshar mana. Kimga qiziq bo'lsa bemalol murojaat qilaverasiz mana shu nomerlarga. Ikkita tuyamiz. Va ketamiz o'sha yoqqa. Ya'ni tuya bor, ot bor, obzor qilaveramiz narxlarni. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Qancha deyapsizlar aka? 35 million ekan. 35 million so'm mana erkak. Necha yoshar? 4 yoshar. 35 million so'm deyaptilar, erkak ekan. 4 yosh. Bozor savdo qildimi aka? Qancha qildilar? 27, 28 bozor so'rayotgan ekan. Telefon nomer qoldiramizmi aka? Ayting. 90'lik 91'lik 988 45 kimga qiziq bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar mana. Qo'ying. Qiziltepani oti ekan. Badanlari ham zo'r. Ha. Buni qaranglar, katta narsa. Rahmat aka, savdoingiz bersin. So'rab ketaveramiz biz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Sog'lasiz, yaxshimi? Qancha deyapsiz aka? 38 million diyor. 38 million ona bola ha. 38 million so'm ona bola mana. Otimiz 38 million so'm deyaptilar. Bozor savdo qildimi? Ha, 300 million. 300 million bozor savdo qilib bermabdilar mana. Ona bola to'yi bilan 38 million deyaptilar. 35 millionga bermabdilar mana. Telefon nomer qoldiramizmi aka? 93lik 655 9150 9152 kimga qiziq bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Necha yosh buni o'zi? 4,5 yoshar ekan. Onasi. Rahmat aka, savdoingiz bersin. So'rab ketaveramiz. Kimdan ekan bu? Assalomu alaykum. Qancha deyapsiz? Bozor 14 million, 15 milliongacha bo'ldi. Bozor 14 million, 5 million savdo qilibdi. Yana uylarda bor ekan. Ha, uloq chopadigan. Xo'sh. 14-15 million qilibdi bozor buni. O'zingiz qancha deyapsiz? 16 bo'lsa beramiz. 16 bo'lsa beramiz deyaptilar. Mana. Qarang. Siz keyin borib arkasini oling. Mana. Peshnosini oldingizmi? Arkasini oling. Yaxshi otni bo'lasiz deyaptilar. Oling arkasini. Ko'rib berasiz. Yo'q, qarang. Uloq chopadigan ekan. Otlarimiz ko'p dedilar. Telefon nomer qoldiramizmi? Ha, 93lik. 93lik 654 654 0082. 0082. Kimga borib kelaverasizlar. ko'p ekan akamizda, bemalol shu nomerga murojaat qilib borib ko'rib olaverasizlar. Bunga egar qilingan bu, egarlangan. Bu luchak menga. Bu luchak menga egar qilinmagan. Necha yosh o'zi? Bu endi paltarashka deydi buni. Paltarashka 1,5 yoshar. Rahmat aka, savdoingiz bersin. Kimga qiziq bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar, akamizda ko'p ekan mana. Shu bilan ot tuya narxlarini tugatamiz. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Har kuni kutganimizda yangi videolarimiz chiqib boradi. O'ylaymanki like bosib, kommentariy yozib, qo'llab-quvvatlab turasizlar do'stlar.